Hammaga salom. Buxoro tomonidan Turkiyaga berilgan 100 million oltin rubl yordam tarixi haqida eshitganmisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi jahon urushi davrida Uchlar ittifoqi Germaniya, Avstriya-Vengriya va Italiya tomonida turib, urushga kirish oxir-oqibat Usmonli imperiyasini mag'lub davlatga aylantirdi. 1919-yil 15-may kuni Yunon qo'shinlari Izmirga bostirib kiradi va shundan keyin G'arb davlatlari Britaniya, Fransiya, Italiya, Gretsiya Usmonli hududini bo'lib olishadi. Bundan norozi bo'lgan Mustafa Kemal Otaturk milliy harakatni boshlaydi. Natijada 1919-yildan to 1922-yilgacha G'arb davlatlarining intervensiyasiga qarshi Turkiyada mustaqillik urushi bo'lib o'tadi. Otaturk G'arb davlatlariga qarshi kurash uchun Rossiyadagi Lenin boshchiligidagi bolsheviklardan yordam so'rashga qaror qiladi. Qizillar ham o'zlari kabi Antanta davlatlariga qarshi kurash olib borayotgan Turkiyaga yordam berishni ma'qul ko'radi. 1920-yil 3-iyul kuni ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatiladi. Moskva kelishuviga muvofiq Anqaraga 10 million oltin rubl miqdorida moliyaviy yordam yuborishi kerak edi. Bu mablag'lar bir necha qismda Turkiyaga yetkazilgan. Moskva tomonidan Turkiyaga berilgan pullar borasida turlicha qarashlar mavjud. Ko'pgina ma'lumotlarga ko'ra, deyarli barcha Sovet moliyaviy yordami Buxoro Sovet Xalq Respublikasidan kelib chiqqan. Lekin Rossiya tomonidagi tarixiy hujjatlarda bu pullar Buxoro xazinasidan olingani to'g'risida ma'lumotlarga ko'zingiz tushmaydi. Aksincha, hujjatda pullar Sovet Rossiyasi xazinasidan ajratilgani yoziladi. Eng qizig'i, Sovet hukumati Turkiyaga yordam degan bahona bilan Buxoro Xalq Respublikasi xazinasidan 100 million oltin rubl olgan. Buxoro Respublikasining ilk va so'nggi prezidenti Usmon Qo'chqorov 1972-yilda Yaqin tariximiz jurnaliga bergan intervyusida bu voqealarni shunday eslaydi. Men Toshkentda bo'lganimda Buxoro muvaqqat hukumatining istiqlol uchun kurashayotgan Anqara hukumati uchun moddiy yordam ko'rsatganini eshitdim. Afsuski, bu yordam bizdagi gazetalarda ruslar tomonidan berilgan yordam sifatida yoritilgan. Ammo so'nggi yillarda mas'ul shaxslar ushbu voqeaning asl mohiyatini ochib berishdi. Keyinchalik bilganimga ko'ra, Buxoro hukumati tomonidan ruslar vositasida Turkiya hukumatiga yuborilgan 100 million oltin rubl miqdoridagi yordamdan faqat 10 millioni Anqara hukumatiga yetib borgan. Qolgan 90 million oltinni esa ehtimol ruslar o'zlariga olib qolishgan. Yuqoridagi faktlarga tayangan holda aniq aytish mumkinki, 1919-yildan 1922-yil oralig'idagi Turkiyada bo'lib o'tgan mustaqillik urushida yordamni Rossiya emas, balki Buxoro xalqi yuborgan. Biroq afsuski, bu tarixiy haqiqatlar yillar davomida butunlay inkor qilindi yoki qasddan e'tibordan chetda qoldirildi. Ammo tarixiy faktlarni hech qachon inkor qilib bo'lmaydi. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga like bosish va komment yozishni esdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga like bosish va menga obuna bo'lishni unutmang.